shirin hayot degan vayron qilib o'z baxtini inson o'zi qon sut emgan asli go'zal dunyo degan asli shirin hayot degan vayron qilib o'z baxtini inson o'zi qon sut emgan Qani ballarım. Obdan kesler. Öy kirayli mağla. Bo'ldi. Mağla. Uxlaydi, ha, Qani bova. Kira. Ha, mağla. Ha, dada, siz avvalmang. Bo'ldi, yig'ilma, bolam. Oy, Qizim, bu yerda o'tiribsan-ku. Jira, öy kirib ketayli bolam. Ma'qul. Qani, ballarım mağla. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, öyga mağla. Qani, dada. Ha, mağla. Qani kiringlar. Ha? Kiringlar, Ha, qani. Ha? Qani. Ha, qani. Kira. Kirasizlar. Jira, bolam. Amin. Allahu ekber. Allohu akbar. Hayitonglar muborak bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin, bova. Ayinglar muborak bo'lsin. O'tiringlar. Sağlıcak oxşatda. Yetib tayyorlig'inglar yaxshi bo'pti, juma bova. Ha? Qani, ag'ash o'tiringlar. Tekkatsizlik. Qani, bolam, oz bo'lsinmi hayitlaringlar. Rahmat dada. Dadisi? Voy, dadisi! Ha, mana men. Choy ichibsizlar? Ha, ma'qul.
Kesla. Qo'llarini yuvasla. Rahmat. Charchab qolganlar. Bir piyola choy ichib olsizlar. Helimo besh charchab ketdilar. Aram asla. Bir ömür jafo tortib, ko'chat tikib, iyilik barpo qildilar. Cho'nglar ko'chat tiksa, rohatini balla ko'rar degan gap bor. Balalarningmi o'ziga tushliq ishi bor emasmi? O'zim qilay. Mush bag'vorlarning hammasi balla uchun emasmi? Bizdan qolsa ballaga qoladi. Hajab mağdursuzlanıp ketibatımın. Saqıyalaman bu. Men ko'z yumib qalsam, dadısı yalqısırab qalam. Ya. Ballarım dadısının halidan obdan xabar aladı. Bu öyləni sağıca qançalik jafo tortdimi? Əmdilikdə bularni tashlab ketamanmi? Ballarimiz bu uyning chirig'ini o'chamasa. Do'rini ichib olinglar, opasi. To'la o'ylayvermay. Obdan armeninglar. Qani. Ha. Rahmet. Astaroq, asta. İşi pek ağır. Papa, çay sila. Mijozinglar qandoqroq? Doktorga apiraymi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Qizim, bola uxlab qoldimi? Qani o'tiring. Ko'nglar tan saqlab zo'r boyliq deb to'g'ri debdikan. Menda nevramni ko'tagidek mag'dur bo'lmasa. Bu necis kasaldan qachon qutulaman? Meni yo'lab Ma'qul. Asta tursizlar. Asta. Bag'rimni ko'ray. Ma'qul bo'lsa. Asta, asta. Qizim, uyga kirib keting. Ma'qul dada. Asta mana, asta. Qo'yilning bilan xeyli o'xshabdir. Boqqa uyga qarasam, ko'nglim ichilib qoladi. Bizmi ko'p qiyinchiliklarni yengib, bolalarimizni qatoriga qo'shib, uylik o'choqlik qildik. Endi og'zimiz oshib tugagan chaqib shaxsiz bo'lib qoldi. Undaq demanglar. Ko'nglimdagi yerim bo'libdi do'tasi. Bo'lmag'ir xiyolda bo'lmanglar. Sizlar texi uzun yashaysizlar. Bir obdan turibmansizlar. Mana o'zinglar meni boqich qoldinglar-ku. Navrlarimizni emas, chavrlarni-mu xato qo'shsizlar texi.
Ağır günler arkamızda kaldı. Ballarımız mı qatağa qo'shildi. Ağırımızı yeniq qilib, qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib atadi. Aram asanglar, yaxshi bo'lib ketisizlar. To'g'ri, men ballarimdan faxrlanaman. Mehribonning aytishicha, Ahmadjon shaharga yetkazgan. Bosim shada qip qilib, yenimizda ishlasa yaxshi bo'ladi. Ahmadjonning xizmatini shaharga yetkazsa, necha oyda bir kelalaydi. Roshangilmo jiroq to'y qilib, necha oyda bir kelyotdi. Ahmadjon o'sha yerda ishlab qolsa yaxshi bo'ladi. Xizmat ehtiyoji qayerda bo'lsa, shu yerda ishlasin. Ahmadjon yetkazsa, shahardan bir yurish uyab birayli. Balalar qayerda xizmat qilsa, turmushi xotirjam o'tsin mayli. Bomg'ir xiyollarni qilmanglar, opisi. Voy, nima bo'ldinglar? Qo'rqitmanglar-chi. Ko'zim Nima bo'ldi? qoraqo'shib ketyapti. Doktorga qaraymi? Qo'rqitmanglar-chi, opisi. Beshimdek og'rib ketdi. Opisi. Meni qo'rqitmanglar. Opisi. Meni qo'rqitmanglar. Opisi. Opisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Opanglarning qabrisini yo'qlab turinglar, bolalarım. Vallahi esensiz bu. Kichik maktab ketdi. Rahmat. Canım. Kirib qoldi. Qizim ishlarni qanday qilib ketdi? Mush qiynatdan joyini qilib berdi. Shundaqmi? Texvali o'sha uyning bolasi bo'lgandan keyin hamma narsa sizlar qolmamdi. Men shuni tushunamadim. Vali shu uyning bolasi bo'lgandan keyin uy joy bog'varan mal dunyolarning hammasi sizlarga qilish kerak edi-ku. Acham to'g'ri deydi. Yog'lim gaplarni qilib, qiynataning ko'nglini ol. Eronning oldida bir xil, qiynataning oldida bir xil bo'l. Lekin Valining unda qig'isi yo'q. Uy ayirib chiqib ketsak, ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi deydi. Hech nega chiqmanglar. Uy ayirib chiqib ketsanglar, topgan tagininglarga uy salamsizlar yoki jininglarni boqamsizlar. Ayrim o'ltirsanglar hamma narsalarni talqib beramiz deydi. Vali bo'lgandan keyin uylar sizlar qilish kerak-da. Bu uydan hargiz chiqmanglar. Gap qo'shindaq, lekin qiynatdan kichik kelinga o'ligidek amroq. Qachon qarsa og'zidan tushirmaydi. Ishki gapning birsi bo'lsa, kichik kelindan uyingni ol degan. Qaysi yeri yiqib qoldikin o'satmang. Ahmadjonning uy ayrig'isi bor ekan-ku. Shu chiqib ketsa bo'lmadimi? Qiynati deganga hada tashlab bersang, mu xush yiqib maydisiga mol dunyoni besib yetaverdi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kasila. Bo'ldi, qo'zg'almisizlar. Kasila. Bo'ldi. Tinchlikmi? Obdan turdingmi? Oltaslar. Qani, sizlar oltasizlar. Salomatliklari qandaqroq? Obdan. Qani, choyga baxsizlar. Sizlar bilan ko'rishmagili uzun vaqtlar bo'ldi. Sizlar bilan mo'nishib kelay deb kelib edim. Obdan ketdilar. Obdan bo'pti. Qani. Asla. Qani. Qani asla. Ya xoto. Hey! Ma'ning g'amidi yo'qmi ya turg'unni? Hey! Gap qilyapman. Sana yuz kerakmi emasmi? Ha? Men ko'ch-ko'yda bo'layotgan gapdan xabaring bormi yo'q? Hozir kishilar bizni nima deyotdi, bilamsan? Ma qizini obdan tarbiyalamabdi, ha? Qaynotisiga yaxshi qarmabdi deyotdi. Sen-chi, qizimizga deb qo'ygan qudlarning oldini obdan xabar olsin. Anladingmi? Bo'ladi. Men yana tarbiya qilay. Bizmi ularni yo'qlab kelayli. Maha gapani bo'ladi. Çoğanışın uyu keldi buna. Çoğanamın uyu ketdimiz. Çoğanamın uyu keldi. Qo'shib ketdinglar, balarim. Buni keldi. Gapsizlik qilmanglar. Shunchaki. Ha, bo'ldi. Voy, qandaq ahvolinglar? Kechamon keldinglar. Qanday ahvolingiz? Voy, bolarim, qani uyga kiringlar. Qani kiraman. Apa, kiraman. Ahmadjonni oldi deyishni biyat ko'rdim. Nima gapda, apa? Davering. Mahallada tarqalib yurgan so'z-chechaklarni angladingmi? Xabarim bor. Anlab turyapman. Lekin men nima qila oldim? Malika o'zi bilan bolasini o'ylasa, qiynatamni o'ylamasa, kishilar albatta har xil gaplar qiladi-da. Kishilar to'g'ri deydi. Hamma aybni Malikamga qo'ysang bo'lmaydi. Shu gapning bir uchi senga tegishlik. Shahar ketaman deyapsizlar. Qaynotang bo'lsa, o'sha uyda qolamdi. Ahmadjonga degin. Maslahatlashib yiqinglar. Amal bo'lsa shahar ketmanglar. Qaynatamning holidan xabar ettirmiz. Turmushga kerak narsalarni o'z vaqtida aytib turamiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turamiz. Bir necha tal narsa aytasanlar ko'ngli xush bo'ladi demsan. Qaynotangning holidan obdan xabar olgin. Bu umrlik burchinglar. Sen bu ishni obdan o'ylan. Qaynatam shaharga kelgan bo'lsa, shaharda ishlanglar. Qayerda tursanglar, turmushinglar xotirjam bo'lsalar, xushal deydi. Uning ustiga Malika bolalarimni xorlab, faqat sig'dirmayotdi. Qasdan qusur izlayotdi. Biz Malika bilan bir qo'rada tursak, uyda faqat jidal qurmaydi ekan. Shunga shaharga ketaylik deyishyapmiz. Ular nima deydi ekan? Vali davomli Ahmadjonni o'qitish uchun nurg'un pul ketdi. Uyning eg'rini kishlarini dadamga yordamlash men qildim. Ahmadjonni o'qitib, xizmatga o'rinlashtirdik. U bu uyning hech qanday jafosini tatib baxmadi. Maoshi bo'lgandan keyin bizga eg'irchiliklarni sanmay, o'zinglar jininglarni o'zinglar beqinglar, meni dadam bilan bolalarni baqil qo'yinglar dedi. Balam, akukularingning o'tirisiga zid yetsanma. Qo'y bundaq gaplaringni. Sen qaynotangga yaxshi qarasang, ati o'gin sening bolalaringmi sang yaxshi qaraydi. O'tniga lab qutalan bu. Dadam berib Qudusning holini ko'rib, yuragi ezilgan holda qaytib ketdi. Uyga kelib o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Bollarni jafoda cho'ng qilib, o'yli ko'chaqlik qildi. Endi ularning rohatini ko'rish kerak.
Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolalarım. Yaxshi turdingizmi? Techiman keldinglarmi? Xudoga shukr. Dada, obzor turdingizmi? O'zingiz obdan topsiz qizim. Qani, uy kirayli bolalarım. Dada, salomatligingiz yaxshi-da? Xudoga shukr, mushinchilik. Voy, yenge yaxshi turibsansiz. Yaxshi turdingizmi? Qani yuqoriga aytinglar. Hammanglar obdan kepsizlar. Bizmi Xudoga shukr obdan turdik. Qizim Malikam Balla jiroqdan kelib herib charchab qolganda, suyuqsalang tamoq qilgan bo'lsangiz, veli qotandagi paxlandan birini so'ysin. Balla bilan bir dastonda tamoq yemagilimi uzun bo'pti. Bu bir yaxshi fursat. Bugun opamlarni uyga boraman deb tayyorlik qilib qo'yib ekanman. Balalar kemmigili uzun bo'ldi. Opangizning uyiga ati basanglar. Veli so'ygan paxlanning go'shining yerini olib, Xudamni yo'qlab kelsanglar bo'lmamdi. Xudamni eg'iz tegsin. Ashqan tashqan go'shni epamsamichi, opam go'sh ep yelaydi. Malikam, nimanda qo'pollik qilasiz? Dadam ya kichik bola bo'lmasa. Osh, tamoqnicha o'z bola aytganlar. Tamoqni siz ayting. Ma'qul o'zim aytay. Uyda hech kim yo'qmi nima? Opa, qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi? Yomon turdingmi? Qanday ahvoling? Yaxshimisan, tinchlikmi? Balam nimanda xabar bo'ldigansizlar? Nima o balam? Nimanda ig'irtag'ani ko'tarib keldinglar? Opa, paxlandan birini so'ydirib, silni yesin deb akeldik. Rahmat balam, japa tatmasanlar bo'ladi. Opa, go'sh yesang quvvat bo'ladi, foyda qiladi. Valiga debchi qo'ydim birini so'ydirib olib keldim. Saqlab ye. Balam, ochilaringni chaqir. Cho'ng kichik maylan kelsin. Bo'lmasa go'sht purib qoladi. Ma'qul opa. Tezroq kelsin. Vali, uy kiraylik. Qani bolalarim, uy kiringlar. Bolam, pat-pat kelib tursanglar. Dada bo'ldi turib qolsizlar. Bek avar bo'lib ketdilar. Bo'lsa bizning uyga kirib bir oy turib kelsa yaxshi bo'ladi. Rahmat bolam. Opanglar o'tgan bu uyni kessam, opanglarning ro'yi qo'rilib qolar, yaxshi bo'lmas. Pat-pat kelib meni yo'qlab turinglar. Tashlab qo'ymanglar. Qayerib qoldim. Ma'qulga, balaga o'qish quroli olib beringlar. Bo'ldi dada. O'zirga do'rasizlar. Balam, ma'qulni ol, yaxshi o'qig'in. Rahmat bova, rahmat. Qizim Malikam, qaydamlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Dada, xapib qoldingmi? Endi nima bo'lding? Melikamga choy damlab beraying desam, xapib qoldi o'g'ay. Dada, sen bu keliningdan yomonlig'ining yomonlig'in, ochtimig'ingni etib bervasa, kir qotingni yo'yib bervasa, yana nima qitasi bo'ladi, ha? Agar bu keliningni yomon desang, boshqa kelinlarni kelib berib turib kelamsan ya. Biz nima xotirjam turmush kechirgili qo'ygin. Mana choy. Dada, mush mijozingni qachon o'zgartasan? Hammamiz xotirjam turmush kechirsak bo'lmamdi, ha?
baba, çay içiyotamsiz? Kena bolam. Oltir çay iç. Bu qirq çayni kim ichidi? Bugun bayramkan baba, bozorga kirib, kebab yeb, allag'illar o'ynab kelamiz. Tesh o'ynanglar, ha? Apam ko'rinmaydi? Biroq pul va so'pti-ya menga. Apa! Apa! Mayak kille mayakka. O balam. Bugun etga bazroq pul olamsiz? Voy beray balam, voy beray. Ma, xajlab turg'in. Aram shuni ma? Bu atimi xudoning kuni bor emasmi balam? Ala. Ha, mana. Voy. Men mo'ngay. Boldira qaytib kelgin ha? Kichik balog'imi? Ashundaq jiq pul bergan bormi? Pul degani xajlayman demsan nimaga topadi? Balamni xajlaymikin deb tapatdimiz. Jenim bilan yomon o'ginib qoladi. Keyin boshqaramay qolasizlarmikin? Apa, qanday ahvolinglar yaxshimisizlar? Kechaman keldinglarmi? Ammo tinchlikmi? Qanday ahvoling yaxshimisan? Hajat chiroyli mashina olibsan. Nima degan chiroyli mashina? Chiroylikmikan apa? Rahmat sizlarga. Rangim bo'ldi. Oxir oldik. Qani yuqoriga o'taylik. Qani apa? Chiringlar. Qani istiga Kirsizlar. Oy. Kaslar. Yo'qirasizlar. Qani kechaman keldinglar apa? Xudoga shukr. Ala balam, praniki. Rahmat. Qani apa? Chayali. Rahmat bolam. Hada, boshqalarning aqlida so'zlicha qilganini bildingmi? Qiynatsi shuncha ko'p mol dunyo bersinmi? Qiynatsiga yaxshi qaramadi. Xotini bek eskigan deb Vali akamni ayblab Men shundoq gaplarni ko'p anglab ketdim qizim. Bundoq gaplar to'la. Odamni bezor qilib. Sen nima deding apa? Men nima deydim qizim? Qizimni eri boshqursin dedim. Qizimning ko'ngli nimada xush bo'lsa, shuni qilsin. Mashinam ep optan qipti. Endi meni pat-pat yo'qlab keldigan bo'ldi dedim. Hashab optan debsen, og'zingga navat apa, tasib oplabsan. Xalqning biz bilan nima qari? Pul deganicha ochimda xajlamamdi. Yili qayerdan qo'qib mashinani olamamdiq? Hozirdan o'ynab kuldigan vaqtimiz. Voy hada toza besham kelsan-ku. Agar men qaynatam shunday muomala qilsam, eri meni urib o'ltiraydi. Sen unda qilmay. Qaynatang obzora qarg'in. Kiyim-kechaklari kirlishib, judab ketibdi. Erim obdan bo'lgan qaynatang obdandi. Ular odamgachilik qilib qo'ygan. Dadangizning doktorga pamsaqmicha saqiydi. Hada, opam og'rib qoldi. Vali akamlar shikoyat deydi. Voy xudoyim, nim deydigan sen? Vali, tez o'rningizdan turing. Opamning mijozi yo'q ekan. Chiqinroq bo'ling, azmini qilmay. Voy tezroq bo'ling. Voy xudoyim. Vali, bolam. O'ynaydigan qiyli. Doim shundoq chaqcha odamni avor qiladi. Bir piyola choy kirpasan bu. Bizning chedada biz oldiraydik. Jiringlar. Biz mangayli tezroq. Mangayli. Oy, nim bo'ldi? Qayerda? saq yerim yo'q. Hamma yerim og'rib ketyapti. Voy xudoyim. Voy jon. Voy jinim opa. Men bo'ldim. Ha? Naring og'rib ketib bordi opa. Voy xudoyim, odamni qo'rqitmoqna opa. Qanday qilamiz? Hey Vali, o'ltamay doktor chaqirib kiring ha. Gap qilsa o'ltirsiz-ku. Oy.
Voy azmini qilmay chiqib doktor chaqirib kiring deyapman. Tezroq bo'ling. Voy bo'lmamsiz tez. Tezroq saqlayib kestir bo'ladi. Odamni ansirdi. Hada Yusufkam og'rib qopti. Biz bu yerda bo'lgandan keyin Vali akam berib siqarsin. Ahmadjon uyda yo'qtirsa, Yusufkamga yana bir ish bo'lib qolmasin. Ishingni qila. Sen nimani bilding? O qayerda kimning qari? Opamiz mo'yin emasmi? Oldin opamga qaraydi. O texchi o'tirsizga bo'lmamsiz tez. Bo'ling-a? Odamning tishiga tegmay. Özemning uyi, özemning makoni. Ballarimni qanotlantirib uchirgan aziz makonim. Reyhan, nemishqa meni tashlab ketdingiz, azizim? Ro'shangul nemishqa kelmaydiganda? Ahmadjon kelamo. Ayoli bechora jiroq bo'lsa-mu, men keraklik narsa keraklarni avatiyotdi. Ballarimni, navrlarimni ko'rgim kelyotdi. Sog' salomat, omon esanmidi? Xudo, shu ballarimni panohingda saqlag'aysan. Yaratgan Alloh egam, ishlarni oson qilg'aysan. Bugün ma'lum bo'lganda, ajab beorom bo'lib ketyapman. Biqinlarim og'riryapti. Bugun kunga men bog'aydi. Chorshanbami? Payshanbami? 2 kundan keyin Ahmadjon onlarini keladi. Kelmasmi? Kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tezroq kelsa bo'ladi. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq. Kun bo'ldi, Yusufkam ko'rinmaydi-ku. Ben mi kömdüm? Bunlar qarab bakaylı. Oy, bu darvoza üstetken bağa o'xshaydi ichilmig'ili. Men bag'udan orqishga kirib qarab baqay. Suv ichkim kelyapti. Mana opa. Bu zamzam suyi. Opa, nima yegular bor? O'xshagan tonir ko'pi bo'lsa yesam bo'ldi. Tonir ko'pi? Bu vaqt nereden topaman? Opam akka deganga aytganmamsiz. Ay pulus nimlarga qilmayga turasiz. Odam jil qilib. Voy, nima bo'pti? Yusufkam o'lib qopti. Ha? O'lib qopti? Jasadi purab ketibdi. Unda qilmasdi. Bol bolalar xabar qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله أكبر. Aka gap qila. Dadam o'lib ketgan chaqda sen nega bording? Qaynonamnikiga borgandim. Ayolning bosimi sen qilib dadamga qarsang bo'lmamdi. Dadamning o'lib ketishini bilmabdiman. Apam egri keselken. Şehirge davalat qilib apağın. Bizga apa lazım tursa. Bizga dal lozim emasmikan? O'zingizni o'ylayotgansiz ku. Sizni o'zingizni o'ylab ketibsiz-ku. Sizni o'qitdik-ku. Şehirni o'ylatmaganlikkin. Apre baxsizmanmi? Men akitay deganda dadam ma'qul degan bo'lsa, haqqasimga dadamni bir kunmi qo'yib qo'ymaydim. Bilishdingmi? Hey, sen mi aka bo'ldingmi? Gap qila. Sen mi dadamning molisiku? Aka deganmi sendek bo'lamdi? Endi gap qila. Boşsa. Xo'sh. Vaqt bir yeg berib qoldi bolam. Erta sahar turmusingiz bo'lmaydi. Yetib aramayman. Shuna qiling. Bo'ling. Undan men mangay. Xo'sh apa. O'tdan aramayman, ha? Xudoyim omonat. Ey do'stlar, men sizlarga desam-ku, yamir nimli xotini qo'yib beraman. Bu deganim to'g'ri, uni cho'qim qo'yib o'taman. Jiran tomochalar. Do'stlar, xo'sh. Jiran. Xo'sh. Ey, ishqloch. Ey, ishqloch da'vatma chapsan. Yana aroq ichibsiz-da? Aroq ichibsiz da'vatsa? Dadim bo'lgandan keyin ishmay qandoq qilaman, ha? Endi aroq ichib kiramsiz? Buni bilamsan? Tijoratda isyon tortgandan keyin bu agangni qishib berib pul akasan bo'lmamdi, ha? Men qara, dadangdan qolgan mirosning hammani agang yeb olamdi, ha? Bizi qilar nima ekan bu? Qarab turib, bizni po'za qilib o'tdi. Qandoqlik qilsan qilib, sen pul aka. O'sha qiyin o'tgandan o'tib olma. Erta tanish bilan yo'lga chiqqan. Aka. Ha. Teshlikmi? Ha, teshlik qol. Teshkapsiz. Bir ishlar bilan kelganmidingiz? Bu qatim tijoratda ozroq ziyon tatib qolgan. Ozroq pul berib turgan bo'lsangiz. Bu pulni dadamning nazariga ishlatib o'tibganmiz. Uyda pul qolmadi. Bog'dagi mevalarni sotdingiz. Qiyinchilik tatmagan bo'lsam, oldingizga pul so'rab kelmagan bo'lardim. Dadamning kirpigiga to'p basmay turib, men bilan miros talashqil keldingizmi? Necha kun bo'ldi sizga ko'rishim. Bugun beklamchilar bo'libsiz. Shundaqmi? Shunday bo'lmamdigan. Voy. Voy, to'xta. To'xta. Voy, to'xta. Bo'ldimi? To'xta. To'xta.
keldi. Efendi, yana boshqa narsa lozimmi? Agar bir narsa kerak bo'lsa, sizni chaqiramiz. Meni behni so'ratdiratmaz. Kechiring qani. Seynigin, qancha. Sizni bunday kun hargiz saqlaqmayman. Hendanga, xodana bu qachon qo'yibsiz? Aldırmay turun. O kadının maraz bulunmuşken hemen onu koyuyordu. Qachongacha mushunda yuramiz? Maqaram. Bu benim sizga atab ekegan ko'nglim. Bu so'g'dimni qabul qilaman. Chiroylikka. Keyin yana ap berasiz. Rahmat. Aytmoqchi, sizga aytmay kimga aytiraman? Maqaram, bu yana manzarasi nimaga chiroyli, ha? Lekin donni qo'yasiz chiqib. Maqaram, men ishim buyuk bo'lgandan keyin ikkimiz birga yashaymiz. Mana ishinim. Bo'lamdi. Aytmoqchi, siz bilan yashamay kim bilan yashayman, ha? Mana ishinim. Mana. Janob. Geldin mi? Otur ha. Bir kol kepsen ko ha? Dadam hayat vaxtida akıllarım anda yaxşı, at kalırım manda yaxşı deb mahmud atkan edin ko ha? Endi halin düşüma ha? Eyte? Ondaqın deb ketmang. Dadam hayat vaqtida bizni ko'p yo'ligan qo'l. Yana qanaqa qıtas bo'ladi? Hey! Aç 4 dal pulunu pişanım dokulup atam sen ha? Ponula xotun kişinin pulu işk beşiğe esilgan tokmak okşaydı o degen. Gelsen çıksa ama beşiğe tigedi o degen gibi. Kaskende ha? Xata tushunmang. Undaq deganim emas. Hey! Ben hata düşündüm ha? Ben saran şundak mı? Mal çık yok ol gözümden. Yok ol. Akıllarını pul ekersen terliyim. Olmuşsa, bana ölükten su içmem ha, aldın mı? Dada, sizler soğuşu versen kanda bulundu. Apam öyle jıklap yatıdı mı? Soğuşma kanda kılatık, ha? Oğlandan kalan mirasının hemini, tağan yutuvarsa, apanını ayol kişi edip mirasını vermey, boza gidivarsa. Soğuşma kanda kılatık, ha? Sen bağı, ulanın nevrisi boğan deken. Sen mi berip yetip al, ulanın kandakından bir körüp bakay. Ha, kopa! Tura orada. Vay Qasımla. Qanday ahvolingіз? Siz hozir nerede? Ben sizni behmi saqlab ketdim. Ayolingiz chiqaqil qo'ymadi bu ya. Adam ağır. Kim bilan so'zlashyapsan ha? Men bo'ldim kari? Qosim degan kim o? Qanday yuzsizmisen? O vijdonsiz. Quloq shiltama gap qilmanga. Endi sen bilan hisoblashaman. Men ep qo'ygan xotining emas. Sen meni xotinimdan, bog'larimdan ayırdın. O buzuq. O o'zing ishi. Meni vayron qilmoqchimi ha? Kim seni vayron qildi? O'zingni o'zing vayron qilding. Yo'qol ko'zimda. İşini qila qilindi, odam bezor qildi. Ajab tugmas qoldi bu ya. Ukam, Melikam bugun opasining uyiga bormoqchi ekan. Siz mushiyalarning hammasini bir chanavatgan bo'lsangiz. Men Melikamni ilib opasining uyiga berib kelay. Ben geldim. Keldingmi canım balam? Tamak pişti mi? Pishaylab qoldi. Birdan o'tirib turgan. Hozir tayyor bo'ladi.
Qani o'tira. Ukam harıq içməm. Boshqalar ko'rsa ko'zga ilmaydigan bo'lib qoladi. Amma haraq deganni-chi, ma bizdek ata-onasi bor, 9'u talo demişligini mi? 100 numar balam. Taze bapladım. Canım apa, çoğun dadam hayat boğan bolsa, özünüzün balısı bilen tanış bunundan azar yemegen bulattınız. Ola acaba haraq içip meskergen balısının cevabını xuşal bolup ketdi. Balam, çoğunlar ondaq deme deyişinin ornuğa xuşal bolup külüvadı da. Tova, cihanda muşundaq mı anı baken ha? Assalomu alaykum. Voy, kiring aka. Çay demlab beraymi? Bo'ldi. Boya xijil bo'lib, yengemni oldi deyanmadim. Nima gapda deyanmagdak? Maktabdan o'qish bo'li to'shib ketdi deb bek suylab ketyotdi. Uning ustiga o'g'limni oyog'i yirtib ketibdi. Azroq pul berib turgan bo'lsangiz, o'g'limga oyoq atasam bo'pti ekan. Ukam. Menda hozir nada pul bo'ladi? O'tgan siz og'rib qolgandimi, birmuncha pulga davolatdim. Buningizning daftar qilimidan tortib ep beryapman. Menimi o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda. Putulga oyog'ini mozdozga o'ngitib bering. Kichik bola degan oyog'ini yampitib keysami bo'laverdi. Bolaga undaq ko'p pul xashlab o'gitib qo'ysanglar, yomon o'gin bo'ladi. Otisi yo'q bolaning tarbiyasiga alayda ahamiyat berish kerak. Endi uni siz o'z mayliga qo'yib beraversangiz bo'lmaydi. Cho'ng bo'lib qoldi. O'rgansin, ishlab pul topsin. Uzum pesh og'zim tishlab turaversa qandoq bo'ladi? Mushunaqa emasmi mana? Odam ikki og'iz gap qilib bo'lguncha ko'zining suyini chiqargan. Meningmi yangingizning oldida azroq yuzim bo'lsin. Bolam bek bichora bo'lib ketdi. Azroq o'sin pul berib turgan bo'lsangiz. O'qituvchi shundoq degan deblar bu gapga eslab olamsiz? Ularning yendan pul chiqmagandan keyin gapni davirdi-da. Pul deb dadisiga dang, dadisi bersin. Bundan keyin bundaq qishloq ishlarga meni avar qilmang. Bundaq qishloq dadisiga bo'lsin. Men ishimni qilib qo'ying. Nimanda qiladigan da tup to'stib, birdan to'xtab turing. Ha, nima gapda? Asoningizdan bo'lsa qachon mushoy turdi? Mush g'alvidan hajab qutulolmadim. Qachonli qarsam shu gap. Oxir bir kun bo'yi mening deb miros olishdi-ku qachon. Hozir Ro'shangulning ko'ngli perishon desa, bu gaplarni uningga qandoq degili bo'ladi? Helimi sening gapingga kirib, Ahmadjonni bu uydan qo'g'lab chiqarib, oramizga so'g'oqchilik tushdi. Endi Ro'shangulnimi bu uydan qo'g'li desang, Vali, sizcha undaq degan bilan? Ro'shangul atog'in ko'zimizga ko'z tib adim birini akra? Ro'shangul undaq ayollardan emas. Qalayim qan gap qilma. Qarab turing Vali, ishongan taqdi keyfatmabdi degan gap bor. Atog'in ko'rib qolasiz. U degan tex yashtirsa, aytagmak mushlaq o'taveram-da. Gapni oz qilgin, ishimizni qilayli. Oy, oldimizda o'g'ilimiz tursa, ularning keyinligini o'ylamasak bo'lmas. Ularni o'ylik o'chaqlik qilamiz. Qo'li beshimni og'ritmay, qandoq qilsam qila, menga. Oxir bir kun pushaymon qilsiz-ku. Bo'ldi qila. Bu bir nimani tezroq ko'zimdan yo'qotdi. Astag'firullah. Nima tursa? Mangmamsa? Xat to'xtab tur. Ko'rimiz-ku texi. Ukam, pul yo'q deyotganingiz, nimani xarajat qilyapsizlar? Apamdan qolgan zinnatlarimni sotdim. Shuni xarajat qilmasak, qanday qilamiz? Shundan boshqa amal bo'lmasa. Bumi bo'pti-ku ukam. Pul deb mening beshimni og'ritib yegicha, burilib mushlaq qilsangiz bo'lmamdi. Tinchlikmi? Qani choy iching.
Opam dadamla tushimga to'lib kirib qilyotdi. Ularning ro'yi qo'rinib qoldimikin, tushim buzilib turibdi. Nazar qilsak savob bo'ladi. Voy, nim savob bo'ladi? Qasrni baqan savob ish emasmikan? Tulxuta yetim o'g'ilning beshin silgan ish savob emasmi? Qozon esib oshmaga savob bo'lamda? Ha? Tush deganga nima kirmaydi? Qandoq degan gap bu? Gap qiling ha? Voy hamma, baxtlı deysiz. Biz ya tilemchi emas. Bo'mimizning uyi bizning uyimiz ku. Ilim ishlab yavatimiz. Opamning do'lisidan qachon ketdan tushib baqdi. Opamni sizlardan hurmat qilmaysiz. Opam inoq ittifoq o'tadi desa, nima desangiz bo'lamdi? Doim sizlarni beqotimiz deb yuzimizni solsangiz bo'lamdi. Ha? Hey, sening og'zing hajab ishtik bo'lib ketdi. Bu sening hammang juma. Texi biz bilan dishkidak bo'ldingmi? Rahmatlik bo'vam, sizlarning u dadanglarga, ha? Ularni zodi isonlarga o'p baqinlarni men bilmayman, ha? Ular bizninkini qaranda, inoq o'tinglar degan-ku, ha? Hey, bo'ldi qil. Mushtimdek turib. Men bilan gapda kallashqidak bo'ldingmi? Dadang baxmasa, men baxdim-ku. Kimi sana shunchalik qila oladi? Dadangdan kelmagan vafo mendan keldi-ku. Yana qanday qilib bersam bo'ladi? Opang tushkirib o'tamda. Biz sendek chog'da güp ketmay chapatdik. Helimi sen üzüm peş. Ağzımı çöğüşlep o'ltiraveramsan. Xap jumusini xap. Bo'ldi, jiq gap qilma bolam. Aka, xafa bo'lmang. Bola texnik kichik. Hozir hech ishni uqmaydi. Bo'ldi, sen jiq gap qilma. Hech ishlarni tushunmaysan. Ha, jininglarni boqqanlamsizlar? Yaxshi-ku, ko'ttam eg'ir gapdi-da. Unda qiz quruqda chiqishlamsa, chiqisha. Hey, bo'ldi qil. Qachon otog'ina chiqisha? Hey, yetim o'g'lar chiqay uydan men. Boqalayman jurga. Chiqisha. Qanday aytsan, ha? Apa men mangdim. Tezroq kelgin-a. Men ansirab qolaman, ha? Dadam bilan birga bormoqchidik bolam. Mashinani haydamasang bo'pti ekan. Ay, meningmi aldirashishim bor apa. Sizlar boshqa amal qilinglar. Bizning oldirishimiz batdi bolam. Ay, mana. Mang. Dadisi, balamizga nim bo'lganda oqshom kamidi. Ansirib kelyaptimi? O'z vaqtida balani yaxshi boshqarayli desam unamaysan. Hozir aroq ichib tap-tatmasdan uyga kiradigan bo'ldi. O'z vaqtida dadam balalarga tarbiya qilsa, silik ishlaysan. Endi onunğa tarbiya qilsa, anglamaydigan bo'lib ketdi. Men qaytay. Balık bir iş olmaz, qapqam tatib turdi. Malika, balon mashina bir qo'ydi. Voy xudoyim, nima qiladi? Bilinglar. Bu bizga nima tatqiliq? Nima ko'ygilik? Jinim Vali, balamizni yana bir qatam doktorga apiraylikchi. Qaysi pulga davoltimiz? To'lam to'ladik. Bag'nimiz setvatdik. Bu pulning hammasini mushning ishlatib bo'ldik. Bizda hech nima qolmadi. Pul deganni tepi aqosingning ko'ziga tiqib etmaydigan bo'lsa. Hey go'y, nimani chiqdi? Bo'ldi balam, jiniya. Nimani? Pulni. Bo'ldi balam. Bo'l gap qilma, bitirma jiniya. Qaram dadisi. Ma o'zingizlar elib keling. Balamni doktorga apiramiz. Ma'qul. Sen kaçıgan pulni boshqa kaçıgan bo'lsam, bu kamchi ular tilabjib ketadi. Set. Hey. Sen kaçıgandikin vaqt ish qilmoqsini? Buldu aka buldu. Ben bu qilib kuchyaptimi? Men sizning nurg'un pullarini xajlayaptim. Men uni hargiz bosh qo'yatmayman. Bir amallarni qilib uni cho'qim qilmoqqa o'qitdim. Hepbirli to'g'ri aytdim. Uni bir amal qilib qilmoqqa o'ytinglar. Shu chog'da mening ko'nglim amin topadi.
u men inim mashinasi o'tib umrlik men qilib qo'ydi. U yurgimni qon zardab qilib hasratda qo'ydi. Bunlarga pul kerak o'tmangda. Men pul bor. İşini bağlı tutken. Çap, mama. Bak, koş. Qo'sh aka. Qo'sh. Og'inlar birlashib cho'ng savdo qilamiz degan bir plan bor-da. Ha, cho'ng savdo? Shu ozroq pul chiqib, va qudanglar bir sherik bo'lolmamsa shunga. Jinob bizmi bo'lganki, jinim adash. Savdoning ishini go bildim adash. Lekin shu pulning ishi sal chataqdir demasmi? Gommada azroq amalni qilmamsa, ha? Topqiningni opasang, yetmaginni men bersam, shuning bilan bu savdo qatnashsang bo'lmadimi deyman? Ha? Ishchi. Belli, jiradash. Men berib pulni amalni qilay. Asta, apa. Ha? Men pul tepasa olmadi jinim apa. Voy, nadiki pulni berma, jinim balam, pulning hammasi tükkan tursa. Mende pul bacakda xajlashni obdan bilsizlar, ha? Voy. Men ish chog'irsim, o'ltirdi de. Sen uchun men yuragimni oymayman, balam. Dadam qani deyman, dadam. Voy jinim balam. Dadam qani. Baqirma. Dadam nima kelmaydi, dadam nima kelmaydi. Bo'ldi qil balam, shig'lama. Bo'ldi qil. Dada, men pul vergina, dada, pul vergina. Pulingni tat. Men bo'ldi qil, jinim balam. Ha? Babamning hammasini so'rab ketgan dada, bizlar pul emas, jondan to'ydim deyman, dada, jondan to'ydim. Pulingni tat. Voyjon. Ey, kirib talyon sinab boqmamsa? Amutdan kep qolsa-mu ajib emas. Alag'ini olganki, tutaman 5 ming ko'yni. O'ynab o'tirsan, menga hisob pussang o'zanga. Rahmat adash. Chataq yo'q. Do'stlikqa yaraysan jimoa. Voy, qaysi ishlar bor? Jira adash. Jira. Ma. Qani talyonni bir sinab qaqini bilgan. Ma'qul adash. Sizning gapim ma'qulni olmaysa. Chataq yo'q. Bizga alag'ini tutsaq biz. Shama? Musha adash. Adash, bexatarmi? Ya chataq yo'q, cho'ngmasli yo'q. Tutilib qolmaydi deyman. Yo'q, jira adash. Qani, do'tga. Ikki. Hisob bo'ldi. Ochildimi? Qaranglar. Keldi. Qanda, yana do'ch qancha? Turib bo'ldi. Amtang toza keldi. Hisob. Qara. Ochildim. Dadam oynak dadam. Omad kapti bo'lsan ba. Hozir o'ynasan o'g'il adash qilma deganda. Adash, yana mushundaq so'rim bo'lsa, ayt devatgina. Chataq yo'q adash. Jira ishimiz. Jira. Voy, jirgina, mana. Jira. Buncha bola pulni nerdan topding? Pul topdik, pul. Nima ish qilib topding? Voy jinim balam. Qolg'ina bo'lsa pul tepkasammi tilovdi pa. Shuni deyman. Balam, men qara, seni obdan bilaman. Burundan tatib qilayotgan ishlaring men obdan ayon. Biror ish chiqarib qo'yamikin deyman. Qanday qilsam pul tepdiman-ku? Menimcha bir planim bor. Og'illar bilan deyishib qo'ydik. Cho'ng bir savdo qilamiz degin apa. Topgan pullarni yig'ib, mush o'ylarning hammasini bir yanglab etaymikin deyman-ku. Shunda qil balam. Obdan o'ylabsan. Sangimi azroq yaxshilik qilay degan, lekin men pul yetmayotdi. Azroq pul yig'ib bersanglar. Obdan o'ylabsan balam. Necha vaqtim bu yan pul topmadi, pulni yo'qotdi deylar. Endi bolamiz pul topgandan keyin urug' tuqqanlardan, el ag'inlardan bog'-baravallarni qaytirib kelsak bo'larmikin? Boslashdik. Dada, aniq pul tepagina, Allohdan qo'pim ketmas. Sizlar deganlaridekmi bo'lmas? Men o'zimni qay so'rabim baxmagandim. Voy, berib amal qilib baqsir bo'ladi-ku. Berib baqsam. O'tmay qo'psizlar. Ma'qul. Qandoq degan gap? Berib baqay. Boslar. Opa, bu do'cha, jiq pul topsam mashindan birini olaman tex. Ha, ma'giping bo'ladi. Ha, qani, otpaqa. Ataya. Toshman yuragini o'tib ketgani. Yo'q. Shu.
Ahmet kaçtı. Kaçtı. Hocam. Başlarını sırayla bu. Lan. Kını ağıyla. Oynarsa oynayır kalıp bağ mı? Kalır bırak lan. Geç bol. 50 mingni tutturib etken 10 mingga berib turasan. Kaçan verirse. Bir alamsa. Cho'qim berma. Ma'qul. Agar bironsan ishi chatoqchimi? Esa. Oynandı. Esa birinchiga. Mana, ana. Ana ata. Şu. Kaçan bir alaysa pulni. Lakatimiz o'rnida akapamam kim? Vaqiraysan bu. To'xtatib, pulni kesish kerak buni qaydi bo'yicha. Qupa. Kesin lan. Qupa. Bu bizga nima ko'gilik, Shuni nima da tatqiliq deyman ha? qandoq qilamiz? Hayvon. Voy xudo. Hey. Apa! Bu hayvonni ko'zim ko'misin. Voy bolam, nima bo'lding? Esnima. Mana. Telefon depti. Hay apa. Bu texigacha uyda o'ltiribsan-ku. Ha, shu bolam. Amalini qilolmadik. Bolam, qo'ling nima bo'ldi? Kesib etdi. Ha? Apa, Ha? el qilib amalni qilmadingmi? Qilolmadim bolam. Asta canım apa. Bu pulun amalını kılsak bulmaydı. Hiç bulmasa ma öğlendi olsa ma setip hatırlıyor apa. Onda kımıkılmış. Dadam kını. Dadang uyda yo'q. Nimizda aytding bolam, men izlab biray. Dadam kını deyme. Bu yoqchi Dadam bolam. kını dadam. Uyda yo'q. Ya sen Nimizde anlaşma ise- da vatımı. Ma yerken sen go. Ha? Nima qilmoqchi? Ha, nima qilmoqchi? Çıkar. Qo'yvat meni. Qo'yvat. Gap qila. Qo'yvat meni. Meni Voy qo'yvat. jinim bolam. Bundoq qilma. Sen satmam. O bolam satay. Qilma. Satay, o'yinini satay. Voy bolam. Satay. Satay bolam. Meni qo'yvat. O'yinni satay. Qo'yvat gel. Bo'ldi qil bolam, dadamni qo'yvat. Bo'ldi qil. Men amalini qilib biray jinim bolam. Ahli hayvon. Jinim bolam, men amalini qilib biray. Bo'ldi qizim. Bugün o'xshdi polaytib yeyli. Ballarmi kep qalamdi o texi. Teşqimi. Qanday ahvolinglar? O'qib turdinglar. Teştirdingizmi? Yomon emas. Balam, nim bo'lding? Chiroying sulg'un turdi-ku. Qopni azroq pul berib turgan bo'lsanglar. Pulning hammasini ishlatib ketganmiz. Yana kelib bir uy deganda chiqimmi bo'lib turdi ekan. Onu özümün nevrisi tursa, pulu sizlarga bermay. Kimga beratdim qizim? Hamma sizning eringizni xil ko'p pul topdi, azroq berib turgan bo'lsangiz. Sizlarning Ahmadjonning turmushi yomon emas-ku. Pulni shuni so'rsanlar bo'lmamdi. Ahmadjonning turmushi xili yaxshi bo'lgandan keyin shundan so'ranglar. Qaynatingizdan qolgan mol dunyo unda qasan tugab ketmagandi. Tova xudoyim, tova. Pulinglar shunda qasan tugab ketdimi? O'z vaqtida Ahmadjon bilan aralashmanglar, miros solishib deb urush qilsamidinglarmi? Ular bilan ziddiyatlashibdiman, urushibdiman, uydan qovlabdiman. Sizni bachaq muhmoq oldinglar, endi yo'q chaqda. Mushundaqmi gap qilamsizlar?
Bu ukam, bu nima deganingiz? Bolalarınızı özünüz boshqarolmay bizni ko'ramsiz? Bolalarınız tijoratda ziyon tortsa, biz bilan sherikmikan? Bolalarıngizni obdan boshqarolmagandan keyin hop bo'pti toza. Keldik mi? Düşe şu. Allah. Qani aka tushunga. O'zimiz nega kirgan? Bu shu. Ha, düşe. Mana tez. Bunga ey. Mana bu shu mana kirdi. Turing aka. Acha, acha. Qani kiranglar. Bulduğun demek ya. Lekin yirak bo'lsin. Ha. Chiqib bilasiz aka. Ha, mana. Ey, mushuncha ular cho'ng ziminga aron mushkulni beramsiz? Ey, og'an qo'shilchimi? Ya adashi. Bo'ldi qila, bo'ldi. Bo'ldi qila deymi, o'zing bisola. Bo'ldi. Bo'ldi. Ya mush pullama bilan shakl bo'ldi. Bo'ldi. O'zing bisola. Bozor qilamsizmi? Bo'ldi. O'zing tutib ol o'zingni. Ey, Bo'ldi qila. mana mayaqqa. Mana. Tez mana. Qiladi. Mush pulla entasini sepini. Qarama, Meni bu boshqasi bo'ladi deydi. Bo'ldi qila. Seni qamadi qil, omutonga qo'ysin ekan, mush pulla tasmi sepini nurg'un pul tutib olamiz yana. Bozmush uy yanım qaytib ekilmez. Yanım ko'tarilib kutimiz yana xotirjam bo'l. Ha? Ayni vaqtda men xilji qutqan-ku. Uni biz qira. Talim bor-ku. Uni o'ynayman. Ey, talay mandil deb o'ylamsa, kima? O'ynayman. O'ynayman. Nima o'ynaymiz? Ha? Yana, voy. Abimizdan Ahmet'e çokum kilo dökün. Çokum öyünü mü kaçırı oldu bu? Voy jinim bolam, yana o'ynayapsanmi? Tuvotiman apa. Yana ustirmassan bo'lmaydi. Tuvotiman dedim qo'yma, uyni qaytirib olsam qanday qilma? Voy, uyni qaytirib olaman jinim opamga, tuvotiman. Qanday qilyapsan, ha? Bizdan turasam qanday ustima? Bo'ldi qila. Bo'ldi qildimi? Yo'qla. Uyni qilsam yo'qla mana. Tezroq bo'linglar. Allah kedim birini. Bana sağ ol. Hayır. Onu kimce fazla ha? Bir ona bak. Acha kartını. Mana hamsi. Kına, mena. Üstü. Kene mezan bege 5 milyon pul kene. Ha? Mezan bege pul kene. Ha? Kaytıray dedim o sana. Kaça katursa önemli. Oyladın çıkar. Hopa, oyladın çık. Hopa. Sen o farda mı atık ya? Yapma nös bastı bugün. Hopa. To'xta. 5 milyon pulam kene. Voy bolam, nima ish oldi? Oppa. Meni gapimni faqat anglamading. Duruvettim oppa, duruvettim. Yapmışlar da proza kadar kılma. Ketishgansan. Ya ağzıyla uzak kumağlar bizi koğluvettim kadar kılma zahirle. Canım dada. Senden ayrılıp bunda xanı veyran bop ketişimni oylamaptıkenman qo'y dada. Öz vaqtida kepinga kirib, bolalarimga tarbiyani yaxshi qilgan bo'lsam, bolamni to'g'ri yo'lda mangan, yaxshi odam bo'lgan bo'ladi. Men bu ko'nglimga azor berib, qag'ishimni olmagan bo'lsam, bu xonı vayronchilikni tortmagan bo'lardim bu jinim dada. Men sana 100 kilomayman qo'y dada. Endi men qanday qilay?
Bu elemlerge qandoq chidayman canım dada. Canım dada. Bundaq makansiz sarson bo'lib yurishimni o'ylab baxmabdi ekanman. Sizning nasablaringizga quloq solmabdi ekanman. Sizni obdan baqamabdi ekanman. Endi siz tutgan bu makan ballari uchib ketgan qush o'zidek cho'ldarib qoldi-ku. Dada, men pul bo'lsa, odam xo'shal-xuram turmush ko'chiralaydi debdi ekanman. Ota-onani razı qilmay, xo'shal-xuram turmush kechirgili bo'lmaydi ekan. Dada, hayat vaqtingizda yurt cho'nglari, ota-onalarni ranjitmanglar. Ularga yaxshi qaranglar. Ularning duosini ilinglar. Dada qag'ishi o'q deb nasat qilsa, nima to'g'ri gap qildig'andi? Mening bilan nima ko'rdi debdiman. Siz hayot bo'lgan bo'lsangiz, bunda xonavayron bo'lib ketmasdim, dada. 9 oy, 9 kun qo'saq ko'tarib tuqqan o'g'lim yer bilan yakson qildi-ku. Dada, sizdan ayrilib bir kunmi kulib baxmabdiman, jinim dada. Bo'ldi, turg'in o'rningda. Tur aka. Tur. Tava o'rnidan turib tava. Jedim aka. Jedim aka. Ularning yatgan yeri jannatda bo'ldi. Neni geçirgen bala? Dadam etman aka. Endisine tirikten keçirip yapmadı. Asli güzel dünya diyen, asli şirin hayat diyen, vayron qilur o'z baxtini. İnson o'zi xom sut emgan